Assalomu alaykum. Xorazm eng arzonda aksiyani boshlaymiz yana. Xudo xolasa bugungi aksiyamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan mexanika Cobalt motor ходовой tok yo'li yecherinda ish yo'q Cobaltni sizlarga 83 million so'mdan naqd pulga qo'yib bersakman. Xolasangizlar 83 million so'mdan avtokreditdan beramiz. Mashinaning durishi, sostenalari yaxshi holatda, aldilari bilek piano bo'lgan ekan. Forlari midnight olib turibdi, ko'rsangizlar zo'r avtomat diskalar, keyin archa balonlar qo'yilib turibdi. Bartirni o'zim ko'rsatsam endi qavatni. Ağa, maşının duruşuna qarasanız, seneler ham yaxshi holatda. Siz uchun zo'rlarni qo'yib turibmiz. Shuning uchun bizlarni bir qo'llab-quvvatlab, har bir videoda xolisona niyat etib like'larni bosib tursangizlar, xudo xolasa men sizga arzonlarni qo'yishda davom etaman. Mashina aytganimizdek 2015-yilda ishlab chiqarilgan, verberinda kraskasi bor. O'zlari tekshirtirib olasizlar. Polniy atido shumka bo'lgan mashinamiz. İçiş holatini o'tadigan bo'lsak, ichish holati Li9 bo'lib yotibdi. Yana ko'rsangizlar, yurgan probegi 104 ming probeg. $200 ham monitor ham ko'p qo'yibmandarlar. İçish holatlari lekin dim akkuratni turibdi mashinamizni. Ko'rsangizlar, 104 ming ko'p ham yurmagan ekan. Xorazm eng arzonda hazat payda ishlaringiz uchun mashinamizni 83 million so'm bo'lsa beramiz. Agar yo'q, men avtokredit olaman desangizlar, shu 83 million so'mdan avtokreditdan beramiz. Ustuna 85 bo'lib o'tadi, 86 bo'lib o'tadi degan gap yo'q. 83 million so'mdan avtokreditdan beramiz. Kim mashinamizni yaqqan bo'lsa, bemalol Xorazm eng arzonda kelib, toza ochilgan avtosalonimizga kelib, mashinamizni xarid etib ketsangizlar bo'ladi. Asa hammangizni Xorazm eng arzonda ko'rib kutib qolamiz. Keyingi masalaga videoni oxirigacha ko'rdingiz, bir oddiy shu birdan like-dan bosib qo'yasiz. Xudo xolasa men sizga arzonlarni qo'yishda davom etaman. Mashinada metallari mustanovka bo'lgan. Asa kelaverasizlar.